bilan yana kichik tanaffusdan keyin UEFA 13 kanali va men Muhammad Salim Najmiyev 3 hafta dam olish qildim. Endi bo'lsa videolar ketma-ketlik Xudo xohlasa davom etadi. Xullas, bugun trening o'ynaymiz bolalar. O'yinni boshladik. O'yinni boshlab qo'yganman. Bir o'yinni yutib ketyapman 25-daqiqa. 25-daqiqagacha video oldim. Nimadir bo'lib qoldi. Davom etdim. Mana shu video oxirigacha bo'ladi bolalar. O'yin tugadi bolalar. Raqiblar kuchli ekanligini unutib ketdim. Ya, bo'lmay qoldi bolalar. Bildiram bo'lmay qolmasizlar. Dembele, Usman, diyor. Van Kenga to'g'ri tushdi. Shunaqa yo'llar ko'p, shunaqa vaziyatlar ko'p bo'lsa bolalar, umuman bo'lsa olma. Van Ken tomonga yo'shadi, Van Ken yaxshi avlardi. Nima bo'lyapti? Chicharyapman, bitta o'lmaydi bolalar. Nima yaqinam kelyapti sizlarga. Bolni yaxshi olib ketdi, oldi ishonaman. Oldi qo'shdi bal. Hop, tugana. Tugana yaxshi ketyapti, bola hozir gol qo'yish mumkin. Yana bo'lmadi. Hozir deyla bilan. Birinchi time tugadi bolalar. Birinchi time tugadi, yaxshi o'tdi mumkin. Jicha reklamni qo'yadi. Uzr bolalar, chunki bu yerda reklama qo'yyapti. Uzr so'rayman. Va o'yinni boshlaymiz. Almashtirish qilib olaman. Bitta almashtirish qildim xolos.